Esselamu Aleyküm. Rabia Hanım merhaba. Avustralya'ya Evet, hoş geldiniz. Yürüp kettim ben. Bugün sizden bir söhbet elip berishni izleyapmiz. Yani bugünkü söhbetimizde sizningki şu Xitoyning turmisidan 2005-yili Amerika qo'yib berilgandan keyin shu Amerikada elib borgan butun faoliyatlaringiz to'g'risida biz bir sabah xarakterlik bir tanqidiy bir yo'sinda bir muhokim olib borili degan niyatda buni qilyapmiz. Agar siz xohlasangiz bugun men sizga ba'zi bir qattiq quruq bir savollarim bilan keldim. Shuni oldingizga qo'ymoqchiman. Mush to'g'risida bir qanday bir fikringiz bor? Agar ma'qul ko'rsangiz men savollarimni deb o'tib ketsam. Bugün asli yaman charchab qapti ekanman endi. Qanday qilishimni bilmayman. Bo'pti, savol qo'yib bering. Aldı bilen sizden avazınız doğrusu sözleyle. Yani sizden avazınız bizdeki dünyadaki Amerika hükümeti tarafından başkalık kelivatkan ve kollap kelivatkan iqtisodiyat ajırtılgan bu Erkin Asya Radyo İstansiyası tarafından hazırın özüde bu taza kollap biraz avazınız çıkmadıdır. Fakat sizinki nakal ilingan avazınız çıkmadıdır. Bu doğrusu ben bu Erkin Asya Radyosu'ndaki mesullarına xat yazdım. Ama şunda bolsun mu yani yerlikteki Uygur teşkilatları, televizyon başlayatkan balla, ya radyo başlayatkan balla, yani sizin avazınızı çıkarıp kelivatıdı. Şu bugün ben bizden ki sorunumuz sizin bir avazınızı çıkarış bir sorunu. Şuna bu sorunun naiti bir erken paydaşınızı ümit kılımen. Ama şununla bir vakitte bu sorun hem de bizdenki sizdeki aldınki 13 yıllık dünya Uygur kurultayıga reis bulaş, hem Uygurlarının ki manevi anıs bulaş jarayonida beşiniz ötken keşmişlerinizni bir esep çıkarış jarayonu bu. Muşakta bolsa men bazı bir savollarni sorsam, agar buni ma'qul ko'rsangiz bunga bir javob bersangiz. Ammo ba'zi savollarim qattiqroq savollar, eg'irroq savollar. Agar buningdan rahatsız olsangiz, bu savollarga javob bersangiz. Men rahatsız bo'lmayman. Shu men turmuş kelgan kunimdan tortib, cho'ng'lig'imdan ta hozirgacha desam bo'ldir shu rahatsızlikning ichida cho'ng bo'lyapman. Tek Uyg'urning bir qatim kulgan yeri yo'q hayotida. Shuning qatorida mening bir kulgan, haqiqiy kulgan vaqtim yo'q. Men rahatsız bo'lmayman. Savol so'rasangiz bo'ldi. Birinci sual, 2005-yili siz Xitoyning turmisidan qo'yib berilib Amerikaga keldiniz. Amerikaga kelgan vaqtida siz allburun Uyg'urlarning ma'naviy onasi degan ataqqa erishib oldingiz. Ammo siz turmadan qo'yib berilib nihoyat bir og'ir bir azob chekkandan keyin siz qo'yib berilgan vaqtida zaten Uyg'urlarning ma'naviy onasi degan mush kalimaning vaznini zaten cho'nqur tushundingizmi? Qancha tushundingiz? Albatta tushunaman. Chunki bu boshliqni to'shqizish uchun Muşu Uygurlarning manevi anısı degan bu sharafni boshqalarga berish uchun men 20 yillar izlandim. O'zimni bunga loyiq ko'rganim yo'q men. Men shunday bir odam chiqish kerakki, Uygurlarni yetaklash kerak. Shunday bir qahramon, shunday bir talantli, ajoyib o'qigan mening nazarimda shunday bir odam bu ishning uddasidan chiqib keta oladi. Ben özümü bu orunga koymağa. Bırak devir beni tanıp aldı. Devir beni tanıp aldı. Ben bu devrinin tanıp bilişini ben başlatmadım. Çünkü bununla özünü şundak cüret kılıp şu vakti açıklığa adam yok değil. Bu boşlukka. Hem de bu Uygurlarning manevi anısı buluş gayet zor bir cesaretini, bir psixik bir eğirlikni, bir akılni, bir jiratli ko'rarlikni talab qilgan ishdi. Mush narsalar menda bor deb qaraganman ayni vaqtda. Men shu narsalar menda bor deb qarayolganligim uchun men mushu yo'qni yetildirman. Mening fidokorligim yetildi. Men bir fidokor ona. Men mush bir ömrümni mushning otidim. Men xalqimga cho'qim mushda egi chiqa olayman. Xalqimni oqam agashtirib olayman. Meningda mush yetarlik mushning loyiq narsa bor. Shuning uchun men mushni boshliqni cho'qim to'shqizishim kerak. Şu devirde ben del muşunda bütün dünya muşunda devatlarda ben toşkızmışsam ikinci bir adam çıkıp bunun ödüsünden çıkamaydı kılıkın. Közem yetkeşke üzemnimi tanıdım, ben uğrunumu tanıp andikin geldim. Siz aynı vakitte çıkan vaxtınızda Uygurlarınki siyasi reallıkı, ictimai reallıkı ve başka reallıkları bilettiniz mi? Yani bu siz aşıkıl kabiliyetle çıkan vaxtınızda bu reallık doğrusu yani nemilen oyladınız? Ben onu oylaşmadım. Hem nersi tabii halde cığırlık mı oldu deyip oyladım. Çünkü biz sergandarlıktaki bir halk, vatanımızın içinde ben bir komünistin kolda çoğun olan adam. Ben bu dünyadaki boşlukta Uygurların çeçelanqılığını ben Soğudiga olgan ki Orta Asya soğudularını kılıç jarayonida nurg'un narsalarni anglab yetlagan bo'lg'achqa, shu boshliqda men cho'qim bularni bir tashkillab bir ish qilib ketaman.
Birisi men qandaq olmasın Xitoyning ichida 20 yil siyosatda tudim. Xitoyning siyosatini yaxshi bilaman. Har jihatdan yetildim. Ikkinchi xalq ichidagi nupuzim yetarlik. Xalqning erishib eng muhim narsa xalq erishish masalasi. Xalq shu odamni e'tirof qilish masalasi. Xalq ergashgan ekan, qolgan narsani xalq o'zi to'shqizib berdi shuni oqidim. Ham butun xalq meni taniydi, ham xalqim meni oqimda erishdi dedim. Xalqdim menda xalqning menga talmirib turgan, meningdan kutib turgan narsani men vatanda ko'rib chiqdim. Menda allaqachonda vatan bu narsa shakllanib bo'lgan. Shunga hamda bu intizorlik bu yerga chiqqanda amil reallikka o'zgarib ketdi. Men turmush kirganda texnik reallikka o'zgarib ketdi. Shuning uchun men buni mening o'rnimni ikkinchi bir to'liqlaydigan odamning yo'q ekanligi ko'zimga yetkazgan, men bu o'ringa o'zimni berdim. Hamda siz albatta bu liderlik nazariyasi shunday bir qarash borki, ya'ni haqiqiy bir qobiliyatli bir lider o'zi kirgan yangi bir muhitninki ajallik masalalarini intan oson bayqab oladi ham uning qarta tez qaror ilib uni o'zgartira oladi deb qaraladi. Bu liderlik bir o'lchamlardan birisi. Demak, siz Uyg'ur realligiga, ya chet eldagi muhojiratdagi Uyg'ur realligiga kirgan vaqtingizda buningdagi siyosiy reallikka asosan qaysi xildagi ajallik bir ahvolni bayqadingiz, qisqalar ham buningga nima ishlarni qildingiz? Uyg'urlarningki pishib yetilmaganligini his qildim. Qattiq chechilan borligini his qildim. Uyg'urlarning texi liderini tunib yetmaydigan bir davrda ekanligini his qildim. Xitoyning kuchlangan vaqtida bu ishning ne qadar qiyin ekanligini, men qanchalik odamlar bilan bu ishni qilib ketalaydigan, qilib ketamaydiganligini hammani his qildim. Lekin mening qila oladigan ishimga mush davrning mos keladiganligini his qildim. Shunga men darhol o'zim asli men bir lider, bir tashkilotning raisi bo'lmaslik kerak. Men dunyo Uyg'ur mening eng cho'ng xatoligim nima desangiz, dunyo Uyg'ur qurtining raisligini qabul qilganligim. Men dunyo Uyg'ur qurtining raisi bo'lmay, mush lider petim, onu petim turib bu ishni qilgan bo'lsam, bugungi nurg'un ishlar mavjud bo'lmaydi. Biroq men mushu davrni yaratish uchun, mushu davrni mushunda qilish uchun o'zimning atrofimda mushu hozirgi da'vo etib berayotgan, mayli u to'van bo'lsin, mayli u qisqa bo'lsin, mayli u saviylik bo'lsin, xalq tarafidan e'tirof qilingan, o'zi ishlarini davomlashtirayotgan bir qism atrofimga odamni akirib, darhol dunyo Uyg'ur qurtining o'ziga berib, bu vazifani ustimga elib, ular bilan birga men bu ishni tanishib ketdim. Ham mushu dunyo Uyg'ur qurtining og'ziga butun dunyodagi tashkilotlarni qaratdim. Bütün dünyani bir ovoz ekandim. Men rasmush 13 yil jarayonida chet elliklarmi Robiya Qodir dunyo Uyg'ur qurtining raisi, ham lideri, ham onisi mushu tashkilot Uyg'urlarning vakili deb e'tirof qildi. Dunyodagi 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'ur mushunda e'tirof qildi. Bütün O'rta Osiyodan tortib vatanning ichidagigacha xalqni mushuna bo'ldi. Hatto Xitoymi mushuni yo'qotmasa, mush Uyg'urni chechib yetarmaymiz deb men bilan 13 yil to'xtamay erishdik. Rahmat. Endi siz Amerikaga yangi chiqqan vaqtlaringiz yanada qila oladigan bizning mushu davrda, mushu asrda qila oladigan ishni biz hammani qildik. Chunki bizdagi iqtisod yetarsiz, o'zingiz bilasiz. Odam imkonimiz yetarsiz. Xitoyning bizga bo'layotgan, to'sayotgan oldimizni to'saqlarni aytdik. Mushundaq sharoit ostida qo'limizdan keladigan shu davrda ipbar oladigan narsaning hammani men amalga oshirdim deb o'ylayman. Masalan, siz boshda dedingiz, siz chiqqan vaqtingizda biz nurg'un jihatlarda anqov siyosiy jihatda tajribasiz, chechilango, ammo eng oxirida dunyo Uyg'ur qulti yana bir chechilangoliq bilan oxirlashdi. Bu vaqtda buni siz qaysi qanday tushunasiz? Ya'ni bu sizningki siyosatdagi bir mag'lubiyatingiz kiramdi, yoki bu sizning siyosatdagi bir xil atlab o'tishga bo'lmaydigan, ammo bizningki beshimizni kechirishimiz bir zo'r bo'lib qaralgan bir jarayon deb qarayman. Zo'r bo'lib qolgan jarayon deb qarayman. Bu mag'lub bo'lganligini deb qaramayman. Chunki yanala xalqim meni lider deb tanıyotdi. Men yanala Uyg'ur xalqining lideri, men o'zimning Uyg'ur xalqiga ega chiqadigan bu vazifamni voz kechganim yo'q. Men mushu vazifani o'tayapman. Dunyo Uyg'ur qurti mushu davr shunday kelgan. Ularning o'zining chiqib ayrim ish qilib baqisi keldi. Ish qilib baqisi bo'ldi, men qaytib chiqdim. Dunyo Uyg'ur qurti o'zining raisligini sayladi. Men mushu davr mushuning bu mag'lubiyat emas, shishilish emas, mushunda bir tarix yetib keldi.
Muşundaq bir yaşlar biz çıxıb ayrım qılıb baxımız dedi. Ularning qılıb özünün təcrübəsini aşırğını yaxşı. Mən bu ümumi dünyadakı təşkilatını ortaq dünya uğur qurtuyumuşunun birisi ortaq qucaqlab bu davanı yana davamlaşdırmayın deb şunu çıxıb. Onu məğlubiyyət deb qarmayman. Bir lider, bir təşkilatqa reis olsunmu lider, reis olmasınmı lider. Endi yana bir şu savol to'g'risida oxirgi bir savolim. Endi hozir Dünya Uyg'ur qurultiyi siz rahbar 13 yil rahbarlik qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi o'zining yo'lida ketyapti. Biz yana Sharq Turkiston sürgün dokumenti bor. Amdikin hozir Seyitun Türklar hozir Sharq Turkiston hareketinden beg'ishlangan bir tashkilotni quryapti. Demak, hozirmish chet elda, jumladan Turkiyaga g'arb dunyosida hozir Uyg'urlarningki chet eldagi davosini olib borayotgan tashkilot 3 barliqqa keldi. Burun ikkisi bor, hozir 3 bo'ldi. Undan boshqa ushaq boshqa masalan Ma'rif jamiyati u boshqa tashkilotlar bor. Hozir bir tarafdan qarasak xalqimiz hozirgi ig'ir qirg'inchiq davrida bir birlikni talab qilyapti. Yana bir tarafdan qarasak bu tashkilotning bir necha bo'linib kelishi ahvoli kelib chiqdi. Siz 13 yildan keyin de demak bu xil ahvolda sizningki qarshingiz qanday? Men nəhayət tirişçilik göstərib baxdım. Şundaq bölünüb ketməsin. Çünki ideya oxşamaslıq, bir-biriga chiqishanmaslik, məsələlər ağır bolğanlığı üçün mən şunu tutub tura aldım. Bu mənim iqtidarım. Bir-biriga oxşamaydigan ideyadagi odamlarni və bir-birisi bilan kelishmaydigan odamlarni o'zimning liderlik kuchim bilan tutib turdim. Oxirgi chekka yetdi. Mən bunu xalqning og'zida bunda bir gap borkan, parçalanib ketsa bo'lmaydi, ittifoqlashish kerak. Ayrım təşkilat. Bu təşkilatların ayrım quruluşu bu parçalanıb ketganlikka kirmaydi. Biz çoğ bir millət, çoğ bir millət. Tibet'te 10-20 təşkilat var. Yaşlar təşkilatı var, ayollar təşkilatı var, yanı birleme təşkilatı var, sürgündü hükümet var. Dalaylama lider. Turbatıdır. Hemmisi özünün alaylığıyla kıldığını kılıdır. Mesela Dünya Uğur Kurultuyu bilen konuşamaydıqalar çıkıp gitti. Dünya Uğur Kurultuyu konuşamaydıqalarını özüge kirgizmedi. Hem de ular sırtı qası olmaydı. Ular biz ayrım təşkilat kurup bizim iş kılımız dese, ular biz karşı çıksak olmaydı. Onun için yanı birisi medeniyet dep bir təşkilat kuruşu mümkün. Onun biz medeniyetin kılma karşı çıkımız, bizlik kılımız desek, biz tüketememiz. Dünya Kurultuyu'nun içinde ya 10 adam var, ya 20 adam var, ya 30 adam var. Bir milletinki o emizden tüketemeydi. 3 gün özürümü sözlepti, biz eminin hödüsünden çıkamayız, kağalarını kurulup kırış gerek depti. Demek özürümü devatıdı bu. Şunun için bu parçalanıp ketken emez bu. Bir-biriga qarshi chiqmagan holda hammasi o'z olayligi bilan masalan Ma'rif jamiyati deymiz, O'lmolar jamiyati deymiz, kishilik huquq tashkilotlari deymiz, Amerikada Uyg'ur uyushmasi deymiz, Mao, Dünya Uyg'ur qurultiyi deymiz. Shunda Seyit qurdigan Sharq Turkiston mustaqillik harakati deymiz. Mush tashkilotlar hammasi surgunda hukumat deymiz. Biz necha vaqtdan bir xato ishlarni qildik. Bu nima degan vaqtida mustaqillik qarshi chiqib emas. Hem de sürgün hükümet koyulgan talebimiz yukarı oldu. Mam yukarı oldu başka. Şuna bunun gibi biz sürgün hükümetten mi uzun koldan kildiğin hareketlerini elip verip uzun rolunu cari kıldırsın. Hemmisi er cihetten ittifaklaşıp birbirinin kılanmagan işini toluklap ipmansa bu parçalanıp ketken emez. Çünkü bu Xitay o məqsədiga yetemeydi. Parçalanğanlıq dep qarmaymiz. Hem de parçalanıp ketadigan bir səpsətəge eslibilip biz xalqimizni texmi qo'qitib unda qiliqi manipulyasiya qilsakmi chog'liq odamlar davoni qo'limiz erilib hammani qilib ketolmay bunda qilsakmi to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun menimcha bu ish normal ahvolda qarayman. Agar ikki xil mumkinchilik bor bu yerda. Birinchisi ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultiyi mesela Dünya Uyg'ur keladi, chunki siz yetaklagan tashkilot 13 yildan beri buning ichidagi birlikni qanchalik o'stirib tursin, bu birlik turli ichki tashqi sebepler bilan ichki tashqi besimlar tufaylidan oxir hozir holatga keldi. Buningda Xitoyniki qo'lni bog'liqi intayin aniq. Unda bu vaqt hozir 3 tashkilot bor vaqtda g'arblik 3 tashkilot deyli hozir. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Sharq Turkiston ozodlik harakati, anadan keyin Sharq Turkiston sürgün dokumenti mesela. Bularning o'rtasidagi birlik bo'lmagan ahvol ostida Xitoyning qo'li texadimmi kirib, bularning o'rta turli jihatda bir-birisiga sap qo'yishdan bu ziddiyat kelgusida o'tkazilish ketishi mumkin. Endi Xitoy hukumati Dünya Uyg'ur Qurultiyining ishini shunda qila oladi maqsad etdi. Ziddiyatni keskinlashtirdi. 10 yil, 12 yil elishdi men bilan. 2012-yilim elishdi. Hatta Amerikadagi ma'lum o'rinlarni enidigicha bular musulmonga silib, nayt nurg'un ishlar olib ketdi.
Endi Dünya Kurultayı'nın içinde cedel maceranın tügümesliğinin hemisi şu Xitay'nın adamlarının aşının içinde aşkara hareket kıldı Xitay'nın. Biz benim üzemdeki guman kılıç dairemdeki adamların Xitay'nınki buyruk boyunca aşkara hareket kılganlarımı boldu bunun içinde. Ahır Amerika'nın özü de, Türkiye'de, demek Germaniye'de, Avrupa'da bir kısım Xitay'nınki vasıtasıyla hareket kılganlar ahır Dünya Kurultayı'nı parçalı ettik, maksatga yetdik, Rabia Qadirni yıkıtып etdik. Dep mundaq maksatga yetdik deb o'ylayotganlar bor. Xitoy o'shani maksatga yetdim deb maksatga yetmadi. Mening darajamni meni xotirjam qildi. Mening darajamni o'stirdi. Meni bir liderlik o'rnimga chiqdi. Men endi nima ish qilman, mening nima vazifam bor? Men degan bir soqchi, men bir degan taftish, ham lider bo'laman. Men bu tashkilotlarni Xitoyning parçalab etishiga men yo'l qo'ymayman. Bularni bir-biri bilan davomli kelishib, madara qilib, ma'ning qilanmag'ini a qilib, aning qilanmag'ini ma qilib, bir-biri bilan ittifoqlashib qiladigan yerga mana men akelaman. Endi meningdan boshqa butun dunyo shuni tashabbus qiladi. Xalqimizning tatib ko'z yeshi, aşağıda yig'layotgan, lagerda yetayotgan xalq, mush o'layotgan, shit bo'lgan xalqlarimizning ahuzari bularni bir yerga akiladi. Anlaydı mening gapimni hammasi. Mayli Dünya Kurultayı bo'lsin, meninkini anlaydi. Chunki u mening oliy rahbarim deb butun qurultayda hamma odamning qo'lini ko'tarib butun dunyoga jakaladi. Men ularning ham oliy rahbari, lider bo'lgandan boshqa yana men Dünya Kurultayıning oliy rahbari. Ularni anglaydi. Endi Setim Türk meningki vakilim. Men Setim Türkning mening gapimni anglaydiganligiga mening xalqim, mening liderim degandiki men ishinaman. Surgunda hukumatni shuning uchun men bu herkes parçalanıp ketiş emas. Muşu ki hazırda vaziyetinin devrinin tarakkiyatı deb qarayman. Anlamay qalsıçı. Anlaydı. Mening xalqim özünün liderinin gapini anlaydı. Anlısımı anlaydı, anlamsımı anlaydı. Bu mening diktatorluğum emas. Vaziyet şuna yetip geldi. Anlamaganlar özünün yolu ketidi. Anlaganlar bilan men işleyveraman. Bo'ldi. Ko'p rahmat. Endi yana bir savolimiz, ya'ni sizningki siyosiy hayotingizdagi bir bahslik bir tema. Sizning avtonomiya, atalmış avtonomiya ekanligingiz. 2006 yılı siz Asqarjon, yani hozir Germaniyadagi Asqarjon ve men üçümüz Avrupa parlamentidagi parlament yuqoridagi parlament a'zolaridan ko'rishgan vaqtimizda ularningki agar biz mustaqillik talab qilsak buni qo'llamaydiganligini, ammo biz avtonomiya talab qilsak u vaqtda Xitoy bilan yordam qilib, yoki o'tirib ko'rib bizdan Xitoy o'rtasida ko'rib o'ynab turib bu ishni amalga oshirish uchun kuch chiqardiganligini aytdi. Bundan sizning javobingiz bor, uni o'zingiz javobingizni deb o'tsangiz men xush bo'laman. Onundan keyin siz bu masalani Myunxen qaytgandan keyin u yerlik Uyg'urlarga mushunday gaplar bo'lyapti deb bir masala selish nuqtasida ularga deb ularning fikrini olib baqdingiz. Chunki bu bizga xil zo'r darajadagi bir cho'ng bir besim bo'ldi vaqtda. Keyin siz İştaliyadagi bir yig'indagi nutqida onunki siz Uyg'urlar mustaqillik emas balki avtonomiya talab qildi degan nutq so'zlaringiz deb qaraldi. Buning isbotimi bor. Mushani hammasi yig'ilib keyin sizningki mustaqilcha emas balki bir avtonomiya ekanligingizni, shuning uchun sizningki vatan sotqish ekanligingiz to'g'risida nurg'ulg'an so'z cho'chaklar bo'ldi. Demak, buning qarta qanday izohatlaringiz bor? Men 52 yil oldu davom etib vatqili. 52 yil vatanning ichidan tortib maxfiy va oshkora shu yo'lda mang'alman. Men avtonomiya degan bu narsada mayli o'tkir apandim bo'lsin, mayli Tepchinikam bo'lsin, mayli Turg'un Almas bo'lsin, mayli Zunun Qodir bo'lsin, mayli Sayfiddin Aziz xoin deydi Uyg'urlar. Lekin Sayfiddin Aziz, Ismoil Ahmad, Temur Davomat, Avlat Abdurashid tortib, raislardan tortib, bütün olim yozuvchilarimiz bilan bir ömrüm shularning alqinda cho'ng bo'ldim desam bo'ladi. Men ham suhbat qilib, shularning orzusini, shularningki umidlarini, shularning so'zlarini men birga ochiq qildim. Men ashla allaqachon ikkiga bo'lingan Chini Turkiston mustaqilchida. Chini Turkistonchilar mush aqllarimizdan yerim Chini Turkistonchi yerim mustaqilchi. Hatta bir-biriga shular o avtonomiyachi deb qaramaydi vatanda shularni yarashtirib deb chiq harakatlarni qilganman. Endi shu Chini Turkistonchi degan aqllarimiz, olimlarimiz, bizning madadkorlarimiz buna nima degansiz? Hayotingda bilib bilmay Xitoy bilan birga o'timiz degan jumlada bo'lma. Biz bo'lgan, biz xalqimizga yaxshilik akib beramiz deb bo'lgan, biz buningda yengildik. Unutib qolmada bütün tajribalarini men qoldirib ketgan. Efendim.
Men bu avtonomiya degan so'zning hatto şu davrdagi avtonomiyachilarning xato ekanligini eng tunib chiqqan odamning birisi. Shuning uchun men Uyg'urlar to'g'riliq avtonomiya demadim ve şu kuni sizning o'zingizning oldingizda Asqarjon Bayada Yevropa parlamentiga bergan javobim 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'ur mustaqilchi. Bizning bu yerda avtonomiya yoki mustaqil deyish huquqimiz yo'q. Uyg'urlar o'z taqdirini o'z belgilashda qo'yilgan gap. Uyg'urlar Xitoylardan mustasno o'zining taqdirini o'z belgilaydigan, huquqqa qo'ymaydigan holatda bo'lib, qo'lni ko'tarib ovoz berganda nima desa biz shuni javob beramiz dedik. Chunki men Uyg'ur xalqining hozir beshiga kelgan, hozirgi vaziyatga tortayotgan kunni qutuldirish orzuyim bo'lg'ashqa, shularni ishga silib, kishilik huquq, demokratiya, erkinlik deyishdiki sababim hozir turmada yetayotgan, o'layotgan, mush vaziyatni o'ngshayman. Hozirda bizga mustaqil qilib berayotmagan ekan, lekin bu niyatimdan men voz kechmayman, xalq voz kechmaydi deb ogohlantirishdim. Shu ular bizga shuni dedi. Biroq men bir lider bo'lgandan keyin, ham men bir tashkilotning raisi bo'lgandan keyin darhol Dunyo Uyg'ur qurultaydikilarni yig'ib, men bular yig'inib buni anglatdim. Dunyo Uyg'ur qurultayining ishidagi bir qismlari qat'iy biz avtonomiyadan menishimiz kerak, biz shunda qilishimiz kerak, Xitoyni mushta qilishimiz kerak dedi. Bir qismlari yo'q, mustaqil bo'lishimiz kerak dedi. U yerda o'zaro muzokara qilgan narsani mening nupuzimni tushirish, shuhratparastlarning gap taqatganligini bilasiz. Uchun butun dunyoga Robiya Qodir avtonomiya talab qilamiz deb bizga mushta muzokara qildi deb taqatdi. Shuninglar nurg'un odamlar meni haqoratlab ketdi. Bu haqorat dedi. Men ashning loyiq. Chunki ash xalq meni davomli qo'yib turish kerak. Bana aşındaq adamımni berish kerak eğer şunda degan bo'lsam. Men xalqimning shu qitim bana qo'ygan bu talabinin vazifasining qanchalik eg'irligi, kuchlikligi, irodasining qanchalikligini yana bir qitim qo'shib ketdim. Men bir tal xapamadim men tillarganda. Chunki bu yer undaq gapni mening o'zimning orzuyim bo'lg'ashqa men tug'ildim, shu orzu bilan ketdim. O'lgichi shu mustaqillikning lideri bo'lib hayotimdan ketaman deb o'ylayman. Unqich vatanimni mustaqil bo'lib qala, men avtonomiyachiman emas. Bular bu tanqid deganimiz to'g'ri, haqli. Mening xato agar o'tildi, oshna dedi desa, mening yoqamda xalq bilish kerak. Bu davlat Uyg'ur xalqining davlati. Hech kimning bu davlatning ustidan hukm chiqarib, men avtonomiya qilaman, men aqlitaman deydigan huquqi yo'q xalqning ovozi. Endi sizning tillanish voqeasingizni kelaylik. Ya'ni sizningki xalqarodagi obro'yingiz va siz haqidagi hayajonlar, sensationalism deymiz inglizcha. Muşta 2005 yıldan 2009 yılı 5. iyul 40. yıl buluvatqıca intan yuqori palliga ko'tarildi. Ammo shuning qarshisicha sizningki Uyg'ur jamoatidagi bir qism kishilar tarafidan tillanishingizmi yuqori bosqichga ko'tarildi. Ya'ni bu yerda Vatanim to'rida bir to'r beti qurildi va boshqa to'rlarda siz turli shakllarda tillandingiz. Masalan, bu tillanganlarning ba'zilarini ko'nglingizga kelsin alay kechirsiz, yolg'onchi, sapasiz, kalla soqaştırıcı, bilimsiz, yaşlarını yeklaydı, başbaştaq, nomussiz, pulpras, çirik, avtonomiyachi ve hatta Xitoyning chet elga maqsadlar bilan chiqargan jasus deb arqa-marqa haqoratlendingiz. Bu vaqtda nimalarni o'yladingiz? Ro'yingiz tushdimi yoki buni abay deganingizdek haq deb qardingizmi yoki zati buni qanday inkos qaytarishni o'yladingiz? Birisi men bu odamlarni chuqur Uyg'urning vakili deb qaramayman. Buning ichida masalan Mamtimin Nazoratdek odamlarmi bor, ahmoqona. Biz mesela Mamtimin Nazoratning ustidan biz yozish to'g'ri kelib qolsa, Mamtimin Nazoratning ustidan o'zingiz bilsiz, bütün adamning qo'lida mush Zubaydamning institutini tatib 5 balaning o'lishi, yana 10 necha balaning o'lishi, nurg'un necha ming odamning behuda o'lib ketishi to'g'ri. Mamtimin Nazoratning ustidan 5 qo'li 10 qo'li 10 qonga milangan degan so'zlar xalqning orasida chiqdi. Shundaq so'zlar tillayotganlar bor. Lekin men unda qaramadim. Men bir davrni yaratdi. Bir davrni yaratgan lider urush jarayonida xalqni ozod qilaman deyish jarayonida ashundaq bir hodisalar bo'ldi deb nurg'un odamlarning og'zini bosdim. Biroq ash kishimi shu qatorda bor, ashundaq ziyolilarimizning qatorida, o'zini ziyoli deb ataganlarning qatorida ashundaq gaplar yezildi men to'g'ri. Nayt ig'iz og'siz haqoratlar yezildi. Rost sizning davatqiningiz. Mening uni xapamagan bir tarafim bor. Xapamagan tarafim nima desiniz? Kurash ko'san rahmatlikning dal mushu menga qo'yilgan hamma gap kurash ko'sanni ashlaqtirganman. Mening oldimda. Nimishqa? Nima uchun desiniz, men o'zim tushunmayman. Buningda Xitoyning qo'li bormi, yana mushtaq bir guruh odam bormi, mushtaq odamni sestirgan. Kurash ko'san apandim meni Robiya ona degan naqshini yezib, ijod qilib, mush Nobel mukofoti komiteti Nobel mukofotini mening berimizda chiqqan vaqtida kurash ko'san shu yerda Rabtul mukofotini berganda butun odamni
özü bilen tal etkizip Norveçlerini jığılıp ötüp. Şunun dikili bu kuraş kösenke Dünya Uğur Kurti'nin içi ve teşidiki muşuna bir kısım adamlar Rabia Kadır'ını muşuna kötürdü bu dep bu kuraş kösenke hücum kılıp onun için omay keldi degen bir narsini yezip diken. Hakikaten kuraş kösen yazgan nakşılarda turmuda menin hayatımda körüp ottağanda yezip de rahmetli. Şu vaqtda kuraş kösen bana şiliyamay ketip aşındak işpiyon, casus, yolg'onchi, pulparast, munofiq, o'g'ri, xristian deb tuhmatlarni chaplab ketganda kurash ko'rsat dediki, xonim dedi, men bir naqsh ijod qilaman deyapti, shu ozonga qolmay, oldimni to'sma deydi. Dardimga yangi dard qo'shma deydi. Chunki mening vatanning dardini tatqinim yetar. Dedi, mushu Munixning ichidan endi bunday bir hujum chiqdi. Meni bu yezayotgan nima Munixning ichida endi o'zingiz bilasiz. Şunun bilen bu Türkiye'den Munih'ten izleyatkan nersini bilmem. Ben aş kuraş kösen kartlığa bu nerse kim kuraş kösen ölgendikim benim beşime geldi. Kelgendi ki ben bunun hapolmadım. Hapolmaslık sebebim bunun da Xitay'nın kolu var. Xitay mı bütünley 7. ayının 5'den ki beni Xitay'nın içi ve teşhiri sesdi. Bütün elçihallarga muştan videolarını işlep apırıp taşladı. Yalgancı, ahçı, muş gepler del Xitay'nın taktı olsun. Kitap geldi mesela. Bizge Uyg'ur kitap. Mesela Xitay del muşlar yeziyotgan narsani yezib, hozir 20 ming kitap taqtibdi. Avstraliyada 5 ming taqtibdi. Hem Uyg'urcha, hem İngilizce, hem Fransuzcha, hem Xitaycha yezibdi. Demak, Uyg'urchasi 20 ming bo'lsa, bu 100 minglagan kitapni taqtibdi. Del muşu tillanganda bor gaplar shuni bo'ladi. Shunga men bu odamlarning hammasi Uyg'ur emas deyman. Ba'zilari hasaddan, ba'zilari shunda inoatini to'kib, shuhrat izlashdan. Mesela onun beşini bunun sokaştırdı. Bula ben çıksam, ben turmudun çıksam Erkin Efendim'le onun beşini bunun sokaştırdı. Dep muşla Erkin Efendim'le sesli atırken. Hem de ben şunun işini muşlanın aksı kırdım hazır o adam işim ağrıdı. Demek bulanın aşnak bir usulü varken, 5-6 balı varken kim aldığı çıksa şunu sesli mağdığında bu ballarını ben aşkarlaşını ağlamayım ben. Çünkü kanda konusunu dava ettir vatıdır. Benim kalbimde hep kalsın bulacağım. Bula Nemeninki anedining bergan puli, xalqdan yig'ilgan pul bilan ash xatni yozadigan, ash meni tillaydigan, kurash ko'sam tillaydigan xatni yozdiganlarga maosh berdi ekan, qarab, oyda 500 dollar berdi ekan, ba'zilarga har xil mukofotlarni berdi ekan. Ashunday qilib ashtudi, buni ashtuganlar Amerikadami bor, bu yerdami bor. Men buningga pisamni qilmayman. Bir lider bo'lish uchun cho'qim ashunday bir top qavash kerak vaqt. U qavmasa o'zining hushini yig'ib olmaydi. Meni hamma adam yaxshi ko'rib, hamma adam bo'ldi desa, u reallik bo'lmaydi. Undaq tillaydigan odamlar bor, biroq u tabiiy bo'lish kerakdi. Maxsus veb-sayt ochib, maxsus Munixni o'rlashtirib bundaq tilladi. Bu men 13 yil tillandim yolg'iz hozir emas. Siz 2009dan keyin bu eg'irlashdi rast deganda. Shu 2009 Xitoy hukumati meni ashada sesdi, shuni bilan tan bu veb-sayt ochildi. Shuni men buningga ancha eran qilib ketdim. Masalan bu seslardan sırt yana sizningki hayotingizmi 3 qatam agar men xatolasam eg'ir bir qas kuchirdi. Masalan, bu qasdinki qanday bo'lganligi to'g'risida to'xtalmayli. Demak, mushlarning hammasi Xitoylarningki sizni yo'qotish to'g'risidagi so'z cho'chak orqali, obro'yini to'kish orqali, ro'yini tushirish orqali, eng oxirisi agar bular ishimsa, jiniga qas qilish orqali sizni to'xtatmoqchi. Albatta, bo'ynim uzilib ketgan tas qoldi shu qitim men palashop qag'ilib, men 6 oyda aslimga keldim. Mashina bilan urdi, uni Amerika tepib, Xitoyning elchixonasidan qilgan ish ekanligini, ularni qo'g'lab chiqardi. Hatto Germaniyaning o'zidimi ashunda qiliq G'olib deydigan bir jasus keldi. G'olib degan jasus bilan birlashib, Germaniyaning o'zidimi meni o'zimni u vaqtida menga rahmat Farhat Yo'rinqash deb qo'ydi. Bugun sizga qarta nayt cho'ng bir jidal bor, sizga bir suiqasd o'rlashtiryapti dedi. Men uni farazmi qilmabdiman. Germaniyaning o'zidimi meni urmudi yaxshi shu vaqtda asli men o'rlashtirgankan, keyin boshqa bir bola tayoq yeb ketdi u yerda. Uning bilan cho'ng bir mojarolar paydo bo'lib, besdi. Shundaq suiqasdlar o'rlashtirildi menga. Hatto meni shu xalqni urimiz deb shu vaqtda oldimda Qatar Xitoyning ishmoni deb qaralgan 5 odam, ya'ni vatanga ketgan Olmaytning tuqqini G'olib degan o'tiribdi. Mushu bizningki atrofimizdagilar ash jasuslarni menga soldi emasman. Ash narsalarni men ko'rdim. Lekin xalqimizningki atrofimizdagi odamlarning balkim nodonligidir, balkim bu suiqasdni Xitoy o'rlashtirgandir dedim. Buni men bu tepishmoqni men hozir sheshanmayman. Buni tarix shassun. Ama mushundaq ayıplanishga, qarinlashga va suiqasd kuchirgan vaqtingizda
yo'lingizdan gumonlandingizmi, shakllandingizmi? Ham Yo'q. orqasiga chekinishga. Yo'q, men chekinishni o'ylamadim. Demak, mening kuchimni Xitoy paraz qilyotdi. Xalqaroda men kuchimni kuchaytirishim kerak. Mening mush ovozim bo'lish kerak. Shuning uchun Xitoy mening bu ovozimni yo'qotmoqchi. Men bu irodamni texim kuchayib mangdim. Men undaq o'ylab baxmadim bu ishlar. Men u o'zimninki tolniyotganligimni, ya'ni yetilayotganligimni, mening bu quvvatga ishlar mening xalqim qildi deb qaramadim. Mening 99% xalqim undaq qilmaydi. Yoki buningki tukin sababi Xitoy tajovuzchilari. Xitoy tajovuzchilari va shuhratparast, azatxo'r bir qism sarang odamlarning ishi deb qaradim. Hamda yana bir nuqta, masalan bu 5-yil 40-yillikda siz bir qitimliq nutq so'zlagan vaqtingizda xato rasmni chiqarib qo'yib so'zlab soldingiz. Shundan buni Xitoy nayt cho'ng dastak qilib Xitoyning tor-torlarda sizni nayt yolg'onchi, suiqasdchi, aldamchi degandek narsani aybladi. Cheteldan ba'zi Uyg'urlar sizni aybladi. Bu bir. Ikkinchisi 2010-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyining 4-qitimli qurultiyi Yaponiyaning Tokio shahrida o'tkazilgan vaqtda siz Yasuki qabristonligini ziyorat qildingiz. Bumi Uyg'urlarning ichki va Uyg'ur jamoatining ichki va sirtida nurg'ulg'an bas munozarini qo'zg'adi. Demak, siz bu ikki voqeani o'zingizning siyosiy hayotga bir mag'lubiyat deb qaramsiz. Hargiz mag'lubiyat deb qaramayman. Uni Xitoy o'zi bir o'yin o'ylab qo'lini tutqizib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men odatda muxbirlarga so'zlagan vaqtimda u vaqtda 7-ayning 5 vaqasida u taxtayni tutmasam, uning vahyi suratlar bordi. Uni tutqizmay, men muxbirlarning klubida press konferens qilib muxbirlar bayonot berganda odatda qo'limga bir narsa tutmayman. Qandaqdir bir qo'l kelib meni qo'limni tutqizib qo'ydi. Mening atrofimda olim Ömerlar bor. Bularning men qandaq bulan narsalarni tutqizib qo'yganda mening xabarim yo'q. Kimning tutqizib qo'yganda mening xabarim yo'q. Shunda tutqizib qo'ydi. Men qo'limga bir tutqunimni bilaman, anandan keyin qo'yib qo'ydim. Ashaning o'zida chas-chosni tatib akatdi. Buni maqsad Xitoy o'rlashtirgan bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy vaqtida 7-ayning vaqasini Rabiya Qodir ochiqdi deb butun dunyoga jar silib aytdi nima qilib yurgan vaqtida. Men bu baya yuqurdimi Xitoy yuqurdimi meni vatanimni to'rbeti deganda yolg'onchi, oqchi, ko'kchi deb tilida deyapsiz. Demak Xitoy meni nima deydi? Biz maqtamda Rabiya Qodir yaxshida. Albatta tillash kerak. Chunki men Xitoydan 2 million kvadrat kilometr zaminimni tatib olaman devatgan bir millatning liderida. Onun uchun buni men undaq qarab ketmayman. Yaponiyadagi Yasuki qabristonligiga ziyorat qilishingizcha. Endi Yasuko masalasiga kelgan vaqtida men bundan hargiz mushmon qilmayman. U mag'lubiyat emas. Nimishqa? Mag'lubiyatmi emas, g'albim emas. Har qandaq bir davlatning o'zining qahramoni yo'q. Bizning uning ustidan hukm chiqarish huquqimiz yo'q. Amerika ayblasa Amerikaning ishi, Xitoy ayblasa Xitoyning ishi. Agar Sharqiy Turkiston hozir o'zining vatanimni ozod qilaman deb, ya'ni Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonmi dey, vatanimni ozod qilaman deb yenidikilarni ashunda ayni vaqt bir-birini o'ltirishgan bo'lsa, biz o'zimizning vatanimizning qahramonlarimizni ayiblamaymiz, biz uning qahrisini qotirmiz. Bu shu davlatdan meni akirdi, men kirdim, men u Yaskoni men pushmon qiladigan, ayiblaydigan ish deb qaramayman, uni ziyorat qilish bu tarixiy ishlarning xatosini to'g'rini ziyorat qilish, xatosidan odam o'ziga bir tarbiya ilish, to'g'riga bir to'g'ri ekan deb deyish, u hamma odamning bir normal ahvol, u bir asoratiy o'xshash narsa u. Tarix u. Uni ko'ramiz. U bir mag'lubiyat qanday mag'lubiyat? Lekin ularni ba'zi davlatlar urush jinoyatchilari deb qaraydi. Ya'ni ularni Ikkinchi dunyo urushidagi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan urush jinoyatchilari deb qaraydi. Buni ziyorat qilish Yaponiyaningki o'ngchillar bilan bir hisobda bo'lish deb qaralib, sizningki Uyg'ur davosiningki Yaponiyada bir xil mo'dul shaklda ilib berilishiga va tushunishiga to'sqinlik qildi, yoki uni burmiladi deb qaraldi. Buni qanday javob berasiz? Men mo'dul emas, men o'ngchil. Men Sharqiy Turkistonni mustaqil qilaman deyapman. U Yaponiyaning mustaqilligi uchun kurash qilgan odam mening dushmanim emas u. U o'zining maqsadi ularningki. Shuning uchun xalqning qanday qarshilar mening chatirim yo'q, bu mening qarshim. Xo'sh. Yaponiyada chaqirilgan shu qurultaydan keyin, yana turli nurg'un sabablardan keyin dunyo Uyg'ur qurultayning ishdagi ziddiyat pasaymadi. Bundan xabaringiz bor. Hamda bu sizningki 13 yillik sizningki shu raislik tarixingizda dunyo Uyg'ur qurultayining shu fonksiyasini rolini joriy qildirish, uning ichida birlikni saqlab qolish, uning ish unumini oshirish, uning intizomni tiklash, uning xalqarodagi obrazini oshirish qatori nurg'un jihatda azonmagan tirishchilikni ko'rsatdingiz. Ammo eng oxirisi shu irodangizga qarshi holda dunyo Uyg'ur qurultayi parchalanishdan oxirlashdi. Ya'ni bir lider ham bu tashkilotning rahbar bo'lish sifatingiz bilan buning sizning belgilik mas'uliyatingiz bor. Chunki hech kim sizga o'xshash dunyo Uyg'ur qurultayining ustida oshkor nopozga ega emas. Hech kim dunyo Uyg'ur qurultayini
bütün işlere o kadar karar kılış nimesi küçük egemez. Muş nokta ilbatqa vaqtda siz bu mas'uliyatingizni qanday tushunasiz? Ben dünya uğur kurtuyunu parçalandı dep qarmayman. Parçalandığını rast. Mesela Seyit ayrım teşkilat kuruvatıdı. Dünya uğur kurtuyu ayrım oldu. Bu bir çok hatalık emas. Bu tarixin şu yerga yetib qalgan vaqti bu. Onun üstüge bu biz yaşla bir iş qilib baqsak, bu ben bek çok adamçım. Ben lider. Bir lider bir teşkilatdaki 20-30 adamning beşe kelib turib olsam mı to'g'ri emaskan deb qaradim o'zi. Men shuni berdim buni. Bular bir teşkilatning raisini emas, biz bo'lsak, sen bizning liderimiz bo'lib turibdi deb talab qildi. Bularning haqli yerimi bor. Biz bu teşkilatni biz qilaylik. Sen umumiy dunyodagi Uyg'ur xalqiga lider bo'ling deb o'ttirdi, tug'anlarmi shuni dedi. Mesela Nuri Türkel, avukat Nuri Türkel, radyodaki bazı adamlar, çoğun cemaatler siz lider olun, siz çoğun bütün dünyadaki teşkilat ortak iyi olun dedi. Hem de dünya kurultu degen teşkilattı siz bularga verin, bular teşkilatını özü başkırsın dedi. Ben makul dep verdim, yaşlar şu teşkilatını başkırıp biz ayrım iş qilib baksak dedi. Bu bir mağlubiyet olmaydı, bir teşkilat Şarkı Türkistan'daki vatanimni Xitoy bezib aldı. Mağlubiyet degen mağul. Men mush vatanni qaytarib olish uchun oxirgi tinig'im uchun kurash qilaman. Men shu vatanimni qaytarib olsam bo'ldi. Bunda tashkilotning 100i ham 1000i qo'ldan chiqib ketishi mumkin, parchalanib ketishi mumkin. Yani birleşishi mumkin Uyg'ur xalqi. Bu hamma millati bo'ladigan normal axloq. Endi hozir Uyg'urlarninki ba'zilarininki ansirayotgan nuqtasi hozir agar bu tashkilotlar ko'payib ketsa, bizning kuchimiz Xitoy bilan bo'lmay, yakma-yak elish emas, balki o'zaro ichki qismidagi bir necha tashkilot o'tirib elishga doirlik qilib, bu xata. Men buni nima deb unda deyman desiniz, mushu bir tashkilotning ichida elish bo'ldi bizda dunyo urxotining ichida. Bunda elishgandan o'zi kelishalaydigan odamlar ayrim qurib, qo'ldan kelganini qilgan yaxshi. Ma kelishalaydiganlar o'zi ayrim qildi. O kelishalaydiganlar, masalan, Sitim Turk dünya kurultu biz kelişememiz dedi, ikisi ayrılıp çıktı. Onu özünün Türkiye dairesinde, dünya dairesinde, özünün koludan kilidgan, öz kelişeleydiği adamlarla öz devam etmansa, bu mu öz kelişeleydiği adamlarla özünün kolundan kelgenini kısa, ma'nın kılamığının akısı, anın kılamığının okusu ziddiyet olmadı o. Hel oldu. Bu meseleyi hel kıldığı adam yani ahırdı ben özüm. Hem mi teşkil, mesele sürgün hükümet deyimiz, Sitim Türk kurulgan Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi deyimiz, Dünya Uygur Kurultuyu deyimiz, Muharip Cemiyeti deyimiz, Olmalar Cemiyet. Hemiz tengdericilik teşkilatlar bu. Şunun için bu teşkilatda özürü mü depti Dünya Uygur Kurultuyu'dakiler. Biz hemini kıpılanmayımız, kağalarımı çıkıp kısı bulup da beni sözlepti Nurugiye'de. Ben sözünü koyup da yedi. Şu digini toğra Dünya Uygur Kurultuyu'nun reisi Dolkun Aysaç'ta sözlepti ama demek sözlük asası, demek hemiz öz alaydıgılık kılış, bu parçınalgınlık, ziddiyet payda bo'lganligimiz. Ziddiyet bo'lmaydigan holatda biz mushu to'pida turayotganlar, men va biz jamoat, mening atrofimdagilar bularni ittifoqlashtirib, bir oliy kengash ichib billa, sen mani qil deb bir-birini so'zlashib, davomli shunday bir koordinator guruh qursak bo'ladi. Kelgusida mushu tashkilotlarninki birlashib bir ish qilish mumkinchiligi bo'ladimi sizning? Mumkinchilik bo'ladi. Bular bilan chiroyli bir oliy kengash ichishimiz kerak. Bir oliy kengashni ichib, hamma tashkilotlarni chaqirib, ham butun dunyodagi oliy rahbarlarni chaqirib, siyosiyonlarni, ziyolilarni chaqirib, birlikka akilib, chiroyli bularni bir bilan davomli birga uchrashadigan bir guruhni har birisidan vakil elib qurib, sen mani qil, mana jamiyat makalda bir bilan hamkorlashib ishlaydigan holatga akilish bu tasgap emas. Chunki mush holatga bular kelsin keldi, kelmasin keldi. Nima uchun keldi bilamsiz? Aşı kampida yetayotgan, zar yig'layotgan xalqi uchun, ash ko'chalarda qilayotgan bola uchun, men mush ko'chalarda, chet ellarda sargandar bo'layotgan, aşı Suriyada bahilda o'layotgan shit qarindoshlarimiz uchun, o'shuning qilib qolgan bolalar uchun bular birlikka kelmasa, bular hammasi xalq supurib o'tadi bunda qaramdi. Xalq uyg'unib ketdi hozir. Sizning rolingiz nima mushlan birlik kelishda yoki kelmaslikda? Ya mening rolim, men bir lider, men bir rahbar, men bir ona dedi. Men mush rolimni mana mush vaqtda o'zimning atrofimdagi vakillerim bilan, maslahatchilarim bilan, dunyodagi ziyolilarning, cho'ng-cho'ng ziyolilarning maslahati bilan bularni birlikka akilish, mening mana shu rolim, shu taftishlik, bularni birga akilish, nazorat qilish rolimni men endi joriy qildirsam. Men abay siz degan Seyit Tomtürk efendim to'g'risidagi gapingizni qaytlabda, ya'ni bu bir qadar kengri bir xil ramkaning ichida deyildi. Ya'ni
biz 4-5 yıl var, 4-5 yıldan aştı ihtimal. Vatanimizde dini tebliğler keng ko'lamda ilip berilip, nurg'unlagan neçe minglagan qarindoshlarimiz vatanimizning sirliq shaklda o Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga, andin Malayziyaga, andin Turkiyaga, andin Suriyaga berib, bu yerda hozir turli shakldagi urushlar qatnashib, ba'zilari qurbon bo'ldi, bu dunyodan vidolashdi, ba'zilari boshqa yerga qochib ketyapti. Demak, ular bir g'oyasi bir vayronchilikni boshdan kechiradi. Shuningdan bir vaqtda bu Uyg'urlarningki Xitoy tarafidan texnik ilgirlik holda terrorchi deb qaratilishning g'oyasi bir dastligi bo'ldi. Shunga Xitoy hozir jazo lagerini qo'rqmay qurib chiqdi. Ham buni shuning ichida Uyg'urlarni qo'rqinish darajada qiynab elyotdi va ularga g'oyat zo'r bir psixik bir asoratni qoldiryotdi. Demak, mushkil ahvolda elib ketgan vaqtida zodi buni qiyg'uchilik kimlar? Qanday qilib Muşu Uygurlar Xitoyninki chivimi chiqolmaydigan chigir boshqarishdan bu Uygurlar uch qashqar ilib bergan tabliqlarni sirqi chiqib bu ishni qiladi. Buningda masalan Seyitkamning qanday roli bor? Nimishki bu Seyitning qanday roli bo'ldi bu? Chunki bunda deyishimiz sababi Mehmet Nazar yaqinda bir maqola yozib, shuni Daritmi dediki, bu yerda bir turkum odamlar, Turkiyadagi odamlar mush odam qochoqchiligi va nimalar bilan bir g'oyat zo'r bir necha davlatninki istixborotlari va buni Xitoy ba, Turkiya ba, boshqalar ba, mush orqali bu odamlarningki Suriyaga kelib, bu yerda xoni vayron bo'lishni, shundan bir vaqtda Uyg'urlarningki xalqaro terrorchilik degan nomni teqidimmi, yuqori darajada o'tirib chiqishdan kuch qo'shdi dedi. Shundan bir vaqtda bu Seyitkamningki appag'an, chunki Seyitkom bu Malayziyaga berib, bunga yordam qilib, qaysiga o'rlashtirib olgan shaxsi. Buning bilan Seyitkamningki maqsadi bu yerda bulardan pul undirilish yoki bir g'oyat bir cho'ng bir qari bir operasyonninki yoki harakatninki bu bir aktiv bir a'zosi deb qaraldi. Bunda bu ishning aq ko'rinishlari qanday sizningki qarshingizda? Bu bak chakın gap bolam. Men bak afsunaman. Memti nazaratdak bir davrni yaratgan odamninki mushundaq bir intayin tuvan sifat bilan mushundaq bir ishni mo'ljalab o'ylamabdi ekanman. Men mundaq degini uning ustiga bundaq bir odamga tuhmat qilgani nayt xato. Chunki men bu ishning boshdan oyoq nazorat qiluvchisiman. Men bu ishni men biladiganimni aytib chiqdim ishda. Chunki bu ish to'g'riliq mangan eng ko'p mangan odamning birisi men. Mayli Malayziyaga kelgan Uyg'ur bo'lsin, mayli Taylandga kelgan Uyg'ur bo'lsin, mayli Suriyaga, mayli nima bo'lsin, Turkiya hukumatiga shu vaqtda Seyitni vakil qilib qo'yib, Turkiya hukumatining shu odamlarni qutuldirib qilishini, Suriyaga o'tayotgan odamlarni to'sib qilishini va shu Suriyaga odamlarni evatayotganlarni qo'lga elishini, buni Turkiya hukumati qo'yib bermasligini, mayliga qo'ymaslikni tavsiya qilib, Seyitni o'tirib silib, suhbat o'tkazgan odamman. Uning ustiga Memtin Hazrat davaqandak Seyit tadbiq qilib, bir odamni unda so'zlab ochiqdigan anda iqtidorimi yo'q. Kim qildi bu tabliğni darvosi? Bu tadbiqni qilgan odam Turkiyada. Biz birimiz ularning ismini men bu yerda demayman. Gollandiyada birisi bor. Minglarcha odamni o'z ustoz deb so'zlab, minglarcha odamni ochiqib Suriyaga ketishga sababchi bo'lgan. Minglarcha hatto 10 minglarcha odamga, necha minglarcha odamga sababchi bo'lganlar. Aşı vaqtida bular ustoz bo'lib ketib videoga men uni shunday qilib qo'ydim videoni. Ashining so'zlagan narsalar emas meni qo'limda bor. Bu narsalar. Turkiyada bor. Turkiyada so'z maqsadda tadbiq so'zlar. Ash videolar baqaram menda. Uningda Seyit degan uni Seyitning qo'lida narsami yo'q. Men unchalar oddiy ayol emas, men bir millatning lideriga nurg'un ishni ko'ztaman. Endi ashada turib Memti Hazret'nin küzlenme kağınıga bak efsunime. Hem de Seyit'in tolukçu. Memti Hazret'teki bu adam bir şahsi zidiyet için bir adamın bunda karlıması. Ne bir şahsi zidiyet var? Mesela bulanın oturda intayın ehir bir şahsi zidiyet var. Memti Hazret'le Seyit'in oturda. Endikin Hamid Khan Köktürk ile Hamid Khan Köktürk'ün ayalı nemininki Seyit'in Hamid suludu kara. Onun ulama bir ehir şahsi zidiyet var bulanın oturda. Birbirinin aşnaktaydı. Memti Hazret men yeni turmudan chiqqan vaqtida Seyit'in Turk meningki qurultayga birinchi rais bo'lgan qurultayga Memti Hazret'ni chaqirgan ekan. Chaqirganda Memti Hazret shu yerga kelgan. Kelgan vaqtida Seyit'in Turk Memti Hazret'ni tutib olib bir zalda Asqarjon bosh zalda, ya'ni kim bor birisi bor. Sen shu 5 balını qandoq o'ltirding javob berib kelini siqqan qara. O'rta Osiyodagi gaplar bor. O'rta Osiyodagi. Men bilmayman lekin men bunda qarayman. Nurg'un gapasiy Memti Hazretning ustida
10 qo'li 10 qonga milangan jallatni Uyg'urning beguna Uyg'urlarning o'lib ketishiga sababchi bo'lgan degan gaplar bor. Lekin men bu gaplarni shu vaqtda, shu davrda mush bir lider Uyg'urni ozod qilaman degan niyat bilan bunda hodislar bo'lgan bo'lsa, bunda demanglar deb men bosqam. Men unda qarchaplash emas, bu ishning ki unda xato tarafiga ishtirilmasligini nurg'un odamga tavsiya qilgan. Lekin bu Seyit vaqtida nurg'un odam Seyitga az qilgan, shu Seyit bu mantim nazoratga sen javob ber. Beş balını zadı öldürdün mü? Sen şunun akıdı sen hüküm kığa adam sen mi? Eğer sen bir şey cevap vermesen ben onun adamını çıkıp ekilip seni sorakka alayım. Sen cevap verişin gerek de tutuvaldı bunu. Şu vaxtda Məmtimin Həzrətinin tilləri ağzığı çaplaşıb qaldı. Çırayı tatırıb getdi. Dərhal istikanı su əkəbə. Bu boldu qılıb deyib Seyitmə toxtaydım. Şup bitim bu ikisinin oturuğu arasıçılıq çıxıb getdi. Bu Seyit mi şu vaxtdaki ölgən ballar toğurluq bu adamga açığı varken. Bu adam meni aşındaq yaxamını aldı deyib bu Seyitə açığı var. Şunun üçün bu ikisinin oturuğu hazır yaxşı bulanmadı. Ahmet Xan Köktürk bilen Məmtimin Həzrət yıkın bu ikisi birleşip Seyit'e hücum kıldı, Seyit onun hücum kıldı. Muşda ötüp atdı. Bu şəxsi ziddiyatni muşu xalqning taqdiri muşundaq çoğ məsələyə əkəsə bu bir lider qıldığan iş emas. Bir çakın adam qıldı. Mən tavsiyə qılıman ki, Məmtimin Həzrət bunda xata yollamamışsın. Mən Seyit'im Türk hökumətki berib hatta muşu ballarını əşəki çıxırıb atqan, təşviq atqanlarının materialını mənə əkəblədi. Mənə əz qısla xanımda. Mama adam çıxırıb etib bardı. Mama adam Taylandlı tutub əkib bardı. Mama adam Seyit etib bardı. Mama adam Malaysiyanı tutub əkəbdi. Ma Türkiyə kəlgəndə hatta nima Erkin mu yapımdan da yan birisinin ismi var. Əşəd bir təşkilatın ismi, təşkilatın ismini hazır atmayın. Bu aşını mənə inkaz qıldı. Klip aşılı materialını mən əkəb verdi. Muş adamlar, mançilik adamının çıxıb ketişi səbəbçi oldu. Mənə Türkiyə hökuməti aldın, tosub qalsın, çevirdim. Muşun sili deslədikendikin, mən Türkiyə hökumətiga, elçixanasıga Seyit apotma əpbədi. Mən elçixanasıdaki adamlar, vəkillər bilən Ömər Qanatlı əhvalını dedim, özəm berib dedim. Andıki Seyit ulan çaqırıb əkəldi. Mən şuyar, uçuruşub yanı dedim. Ma adamlarını tutma, adamlarını toz deyib mənə əz qıqa adam Seyit ilə mən əz qıldıq. Muşq bolu atqan vəqədən Seyit mən davamlıq dəqiqat qıpdı. Az qan adam, lekin aktivatqa adamlarni hozir biz mi bilamiz? Uyaga şu adamlarni chiqaga adamni Məmtimin Həzrət mi biladi? Men mi bilaman? Bütün Türkiyə xalqi biladi. Endi bu adamlarning chiqishini onda oddiy o'ylamanglar. Qanday chiqdi desiniz? Sistemlik tashkilot bor Turkiyada. Sistemlik ikki tashkilot bor Turkiyada. Hatta yana birisini qo'shsak 3 tashkilot bor. Bu sistemlik holda 3-4 yil vatanning ishiga tadbiq kirgizdi. Kirgizdi, Xitoy buni qo'yibdi. Qaysi yo'lda kirgizdi? Shu video orqali odamları berib kelib, hatto odam avatib shu tashkilot savdogarlik qilgan bo'lib adimi berib, vatanning ishida tadbiq. Qanday isboti bor buniki? Nurg'un materiallar bor bizning qo'limizda bu vaqtda. Endi bu yerda buni davoplamaymiz. Buni ayni vaqtda Xudoyim biz pash qilamiz, tarix pash qilamiz. Bu odamlar ashuna qilsa Xitoy bilan tutmadi. Tutmay Uyg'urlar aş vatanning ichida qora obayga yo'qinib ketdi. Biz Uyg'ur millati elhamdülillah musulmon. Lekin biz o'zimiz bir Uyg'ur. Biz Uyg'ur bo'lish o'zimizning urf-odati, o'zimizning san'ati, o'zimizning adabiyoti, o'zimizning madaniyatini tashlab etmagan holda islom diniga kirgan. İslam dinimi bizning madaniyatimizni hargiz cheklagan emas. Biz mushundaq bir nayeti pakiz, güzel bir Müslüman. Ahlaklı, edebli. Şunun bilen bu vatanın işirik ayallarını, qara abayığı yogaştaki sebep Xitay Uygur'unu dünyaya aç sakal degandan bir şey koyuverdi biçare halkımız. Muşundaq radikal bir millet köstüş, muşundaq bir qalaq bir millet köstüş neydi? Dini bir millet emas, özünün dinik itiqat qıldığı Müslüman emas, aşırı bir köstüş üçün Xitay bu rolunu oynadı. Bu rolga Türkiye'deki iki çoğun təşkilat nasılışıb verdi. O təşkilatqa məlum dövlətlərdən pul verildi. Məlum bir təşkilatlardan doğulub sanaqsız pul verildi. Ular həmimiz bay oldu. Lakin dəl şu paytda mən Abdülkim Məxsum ilə gəpləşdim. Biz Abdülkim Məxsum ilə 10 qatım söhbət etdik. Abdülkim Məxsum
Hem onunki Mehmet Hüsp Acım degen Arabistandaki bilen gaplaştım. Birisi bularni chiqyapatganlarni to'sib qilish. Ketayotganlarni to'sib qilish. İkincisi mushu qora abayiga yugunib ketishni to'sib qilish. Uyg'urlar o'zining rangli kiyimi bor. Uyg'urlar mushundaq namahremdan o'zini to'sib bo'ladi. Namahremdan o'zini to'ssin. Islom dini e'tiqodi bilan mangsin. Lekin buni qora bulab Arab bo'lib bilib bir boshqacha xalqning ko'zi ko'rinib, ma dunyoning hozirgi siyosatiga haliqi mos kelmagan bir ishni qilib, davoyimiz no oldi to'sib qolmasin. Mushuninga yordam qilsa deb men Abdukim Naqsim bilan gaplashdim. Gaplashgan Qancha yillik gap bu? Yıl sanırım şu unutmadım. Abdukim Naqsim bu nayt ilgar adam bu. Hem nayt dindar adam. Biri Qog'liqdagi ustoz Abdukim Naqsim. Biri Mehmet Salih Damolla, biri bu Abdukim Naqsim mening tariximda haqiqiy musulmonlar bular. Şu haqiqiy musulmon adam bilan ko'rishgandikin, u kishi dediki, bularning qilayotgani xato. Bu aşırçılık. Muşularni shunday qilib bardi. Biz buni oldini to'sish uchun men yenimdagi sabdoshlarimning ichida bir qismi ashlarnikini qo'llab oshaqqa ketyotdi, bir qismi men taraf o'tyotdi. Bizning ichimizda ixtilof bor. Shuni men mushular bilan mushularni oldini to'siman deb bu odam oldini to'sishga boshladi bizning odamlar. Suriyaga bormaslikni tashviq qildi. Qop-qora bo'lib o'rinib ketmaslikni tashviq qildi. Bu normal musulmon bo'lishni tashviq qildi. Hem andaki zamanlıkta biz Uygur emas, vatanını tanımayımız, biz Müslüman kapır diye ikini tanıyımız, biz fakat Müslüman diyen vatandan vazgeçişe karşı çıktı. Oldu bilen özünün vatanını azat kılış gerek dedi. Bu adam nahati çıraylık terbiyelerini sözlügendi ki bu adam öldü. Suikastçılar öldü de guman kılmam. Çünkü bu adam Uygur'unu doğru yolga başladı. Bu adam ben bilen devamlılık sohbet işip durdu. Meni gepimni doğru da qaradı, men meni qo'lladim. Mesela şu Suriyadagi Uyg'urlarninki mushu aşırı yoki radikal bir xil islomchilik yo'li mangmaslik jihatda Turkiyadagi diniy tashkilotlarning o'ynagan roli qanday sizning kuzatishingizcha? Masalan, gapingizni kechirasiz, ya'ni masalan Türkiye'de bir neçe çoğun bir dini teşkilatlar var. Şundan bir vakti Uygurlar dini teşkilatları var ve Türkiye'nin bu çoğun bir dini teşkilatları var. Muşların zaten rolü kandak zaten. Onun içinde məxsus muşlar aşında kıvatkan teşkilatlar var. Məxsus şunda kurulup çıkan teşkilatlar var. Muşların aşı yolu başlayın. Hem de endikin bulanın muş yoldan tosup atkan teşkilatlar var. Mesela Türkiye'de naat çoğun bir dini teşkilatının çoğun bir dini alim nimdep sözüldü. Türkiye'ye keçip atkanlar nimişka adam öldürüp atkanlığını özü bilmeydi. Özünün nimişka ölüp atkanlığını bilmeydi dep sözüldü. Naat çoğun dini bir teşkilatının alimi. Mişti şundak şıraylık sözüldü. Bana muşundak sözlep aldığını tosup atkanlar var. Bırak bunun akıda İslam devletleri bilen birleşken mesela İran deyimiz, yani bir yerdeyimiz, bir neçisi bilen birleşken Xitayning siyasi bir çın qara kolu var. Hem şunun maslaşkan Uygurlarning içinde teşkilatlar. Bir yerde Siyit'nin kolu yok. Siyit kandak iş kılıbatıdı desiniz. Birisi aş yugurub жүрüp şu adamlarını rast kutuldu de. Endi onundan full aldı anlagan bolsa, onu Türkiye hükümetinin kanunu var. Memtimin Hazret Siyit aşında işini kıldı, kanundan kutulup kaldı dese, Türkiye hükümetinin kanunun hakaretligen buldu. Türkiye hükümetinin kanunu yok oldu vaxtıda. Siyit aşında hata işini kılıp, aşıncı adamını eşeğe çıkırıp, aşıncı pulunu oğurlap, aşıncı bulancılık kılan adamını Türkiye hükümeti koyup vergen olsa, Türkiye'de hükümet emez, kanun yok hükümet olurdu. Demek Türkiye hükümeti Siyit onun koyup vermeydi. Bir yerde Siyit suikast uçuravatıdır. Neymiş uçuravatırsınız? Üç sebepten uçuravatıdır. Biri, dünya Uygur dedik bir kısım ballarla karşılaşıp kaldı. Bula karşı mümkün oldu. İkinci, mağarip bilen bu ikisiniz oturdu. Alık Hidayetullah Hacım degen bilen Siyit ikisi bir-birisi karşı kaldı. Siyit burun ala bilen zidiyetdi hazır. Malan utturda bir haset zidiyeti, şöhret zidiyeti payda olup kalıp bu ikisi bir-birisi bilen karşılaşıp kaldı. Del muşunu ulgurub dünya Uygur içindeki Kıbrıs yığını aşka vakti bir sebep bilen bu ballar bilen karşılaşıp kaldı. Şunun Siyitini bula kandak kılıp jıkıtımız, kandak kılıp tutlayımız dedi. Onun üstüne bu meni kollap kaldı. Meni qollagan taraf turib qoldi. Shunga men qarshi meni yiqitib degan bir guruh mu bu Siyitga qarshi bir ahvollar yuz berib qoldi. Shunga Siyitim Türk meselesiga kelganda men advokat emas, lekin men haqni so'zlasam bo'lmaydi. Men bu yerda falonchining sababi bilan degan gapni qiladigan odam
qilgan adam Turkiyada turib, kimning ballarini akilib Suriyaga evakkini mendim bekmektim nazaret. Siyitni demey turup aşınalım diye. Bir tek ismini hazır ben dep biraleyim. 7-8 adamın ismini. Lekin aşını memtim nazaret bilmem de bildi. Neymiş ki Siyitli karda bu makalını yazıp avar oldu. Hem de şu temimizdeki devam süptede bir nersin değil. Mesela şu Uygurlarınki kelgüsteki Xitayga karşı ko'rsatgan qarshiliklarniki deymizda islom dinininki roli har vaqt kuchli, chunki bizning kimligimiz intan muhim bir qismi. Lekin chekdan oshgan radikal bir islom dinining tarkiblarininki shu bizningki kelgusdagi mustaqillik harakatimizni ko'rsatgan ta'siri qanday bo'ldi sizningcha? Ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Hamda chekidan oshgan halaqadak hech qanday qiliq vatan demaymiz, millat demaymiz, biz uni tonimaymiz, biz andaqtiq mandaq deb har xil mazhabga kirib olganlarning bizning Uyghur davası ettirişimizde intayin hata zor ziyankeşlik kıldığı rol oldu. Dünyada bizni mi nayet korkunçlu kökütüp hem yerde bizim davayımızın tosuluşuna sebepçi oldu. Mesela bu kıtım ben sizge deyim. O şundak şıraylık namayış çıktı. Şundak güzel çıktı. Türkiye'de ayal hanımlarının aygı görünmeydi. Hemmisi karalı abayla giyip çıktı. Sen bir aklı mı key, köklü mü key, Kızıllı mı kay, özanlı çıraylık, yögep çıraylık çık. Ben bunun bir munçla kopkar bizim ya örp adetimiz de bulmasa. Ya zaten Müslüman buluş için kar kiyim ki iş gerek de Kur'an'da undak bir ayet bulmasa. Sen nimiş ki bu icariyatını sana kim verdi? Sen nimiş ki dünya bizim bundan kök etmek için? Mini hazır bazen hata dindarlar hata yolu. Hakiki Müslümanlar beni eyiplemeydi. Bazen aşına kalpak kaydirdik Allah bugün ben kalpak kaydırış mümkün. Ben onundan korkap ketmeyim. Çünkü ben Uygur halkı mesul olup çıktım. Rastın rast, yalganın yalgan deyişim gerek ben bir yerde. Aşı görünüş bizim bütün açıkkan namayışlarımızda çok bir hata görünüş oldu. Nurgun ayallah çıkkandı kimse. Çıra. İkinci benimki küzekle yerim. Bizimki Recep Erdoğan prezident Uygur ayallardan birini kabul kıldı. Ben bir yalanlaştak ayalını kabul kıldaydıgan niyetim yok. Recep Erdoğan'ın bu çıraylık bir xotunu var. Sen bizge vekil olup, bir Uygur'a vekil bulup, bir prezidentlik aldık kirgeni kelse sen ağzındakini, yüzündekini de evitip, yağlıklarını çıraylık çıkıp, renkli kiyimlerini Uygur'un örpü adeteki kiyimini kiyip, nimdep kırmaysa sen bizim vekilimiz emezsen. Sen bizim vekilimiz bolsan, bizim kiyimimizni kiyip kirse sen. Örtüğünü yap. Yüzünü çıraylık küçükün olsun içip koy. Ndak kulüp salam kıl bir prezident hürmet kılıp. Senin çırayını sapma sanmaydı şundak çıraylı xotunu var adam. Sen aşağı kapkarı iki güzandan başka yani yögep kir kuruştu. Kanda Uygur'u vekilsen biz seni Uygur'un vekil deyip itiraf kılmayız. Recep Tayyip Erdoğan prezidentimiz bizim hürmetimiz için seni kabul kıldı. Bizim sen aşında kılgan nime kılma senlerinki. Bir millet ne senin üzen kalıgan ki kılıklarını kılıp defsanlı kılgan nime kılma seninki. 20 milyon kalıklı sen aşına akmak kılamsa. Siyasi seni çıkırıp lan bir grup başlık bulup lan ağzını kegen balakş. Sen dinli halk doğru düşendi. Hakiki İslam ahkamları bile etmem. Sen bu halkını korkutup ayetimi da dedim. Mam tefsirimi da dedim. At Xitay ayeti kokasa. Uygurlar sen bir yerde gelin bu. Sen Müslümandaçılıkka hem adam öz ihtiyarı bilen Allah onun konudaki insaf bir özü kıldı onu. Sen onun gelip bıçaktan lap onda kılışının hacı yok seninki. Hem de kelgüsüde kıskışı bir nokta doğru toxtuluydu. Yani kelgüsüde şu ziyaliler bilen dini erbabla oturistiki ziddiyet ba hemkarlık mı ba bula oturistiki münasebet intayin mürekkep. Ben bir ziyali bula bilen bu münasebeti ben her vakit beşimde ötküzme hem küstüvatı ben. Sizinki bu vakta kelgüsüde Uygurlarının ki müstakillik hareketinde ziyaliler bilen yani ziyaliler dediğimizde malum cihette dinning bo'lishini qabul qildigan shundan bir vaqtda siyoset bilan dinning ayrılishini taraf qilgan ziyolar to'pini ko'rsatyapmiz. Yana bir to'pida diniy arboblarimiz bularning nimasida siyoset bilan dinning birlashishini cho'qim birlash kerakligini ta'kid qilganlar. Mishada shunga mening unda saviyam yo'q. Mening unda saviyam bu masalada dinda mening cho'ng saviyam yo'q, rasmini desam bo'ldi. Siyoset bilan din ayrılib ketmaydi. Din o'zi biz uchun aytganda siyoset. Bizning siyosatimiz din shu. Buni men o'zim elhamdulillah musulmon men shunday qarayman. Lekin bu bizning ziyolilarimiz bilan
dini ziyalilerimiz bilen bizim panet ziyalilerimizle oturup dokunuş olmaydı. Mesela olmalar cemiyeti var. Olmalar cemiyeti var. Yani cemiyet olmalar cemiyeti kirmigen. Ne dini ziyalilerimiz var. Ne ilgar dini ziyalilerimiz var. Bula öz ara kelişip gidiyor. Menimce ziyalilerimiz muşlar bilen uçuruşup birlikte gelip bunu men kıpıram debe. Bunu siz kıpırışınız gerek mi kanda? Yani bula eğer meyli siz mesela bir hazırcı bir uygulanın ki hazır lider bula sıktığınızdan. Çünkü siz bir körü vatsız hazır. Gerçi bir yerde bir çoğun bir dertalaşlar bulmagan bolsun o aşkara. Lekin içki cihette bu xil narsalar bor. Albatta o'zaro tushunishga muhtoj. Har shekilde. Ama men muşna o'ylayman. Men agar men qilpasam bo'ladi. O'zlari o'z ara ziyolilarni chiqib, maziyalilar, o'lmalar jamiyati butun diniy o'lmalar birlikka kelib, biz mush masalani qanday hal qilamiz? Ma xalqimiz hozir mushna ahvolga duch keldi. Xalqaro vaziyat bizni Uyg'ur davosini qilish uchun bunda qilyotdi. Vatanni ozod qilish uchun biz bir yo'lni topaylik deb, mushuni chiroyli hal qiladigan yo'l bor. Hal bo'ladi. Bular Uyghur çünkü ziyalilerimiz mi elhamdülillah Müslüman. Biz İslam dinine 100% itikat kıldıran millet. Olmalarımız mı? Bizden dini olmalarımız. Ziyalilerimiz bizden pani ziyalilerimiz. Şunda o başka biz bula bilen bizden oturumuzda gelişmezlik bulmaydı o. Ziyalilerimiz bilen olmalar oturup gelişmezlik bulmaydı o. Olmalarının mı ne ilgar neler var? O hadisini keltirip atkan azsallık adamlar. Bütün de halkı vekillik kılamaydı olar. Şuna ben muşu qara obayga yugunib ketgan ayollarning bak ayıplab ketamaydigan bir tarafim bor. Nemish qadi? Erleri Suriyaga setilib ketgan, chiqib ketgan, shu yerda o'lib ketgan. Shuning bilan nurg'un qiyinchiliklarga duch kelib, o'z ko'zini yo'gab, o'zini qo'g'dayotgan. Bu hodisalardan qutuldirganqa Turkiyadagi ma'rif jamiyati nemish qildi? Setim Turkning jamiyati qilish kerak. Men oni qilyapman, meni qilaman deganlar haqiqiy bir xizmat qilish kerak hozir. Endi yana bir savol. Bu hazır bu şu Xitayda hazır bizdeki Xitay ıslasınki bizim vatanımızda kuruluvatkan yakın kurulu bağan sırı küçüyvatkan hem bizdeki bir millet sütüdeki mevcutluğumuzga ecellik tehdit silivatkan ceza lagerleri meselesi mesela. Bu doğrusunda hazır namayişli buluvatıdı, lekin dünyanın sükütü bizni hayran kaldırıvatıdı. Onun üstüge bu doğrusunda ünümlük bir işini kılanmavatımız. Bir lider bular sütümüzden mesela. Muşu ceza lagerlerininki takılışı halkımızın azrak bolsun mu bir özrak bir uhdiyişi mümkün mu sizce? Eğer mümkün bolsa bu to'g'risida qaysi xil rollarni o'ynaysiz? Xitoyning chekitini ochgan zulmini butun dunyo tunib ketdi. Xitoy masalasidan muhokama qilmayman, bir vahshiylik namadan ko'ryapti. Buni qutuldirish uchun butun dunyo biz harakatga kelishimiz kerak. Hareketki keldik. Mesela Dünya Uyghur Kurultayı ökenme ayarla namayış oldu. Hazır Dünya Uyghur Kurultayı 4. ayda Belgiye'de namayış kıldı. Bütün dünyanın onun barımız, o namayışını kılımız. Yalnız namayış ile çekinip kalmayımız. Dünyanın hem yeri davatımız. Mesela parlament azalarının imzası ile bayanat ilan kıldırıvatımız. Onundan başka devlet parlament azalarını şu hükümetini, Xitay hükümeti söhbet etken. Bu bir amil endi. Xitay özgermeydi. Bırak hazır dünyanın vaziyeti özü Xitay'nınki bizga qilgan harakati bilan dunyo qo'rqib ketdi. Bu mushu dunyoga mushtaq tahdid bo'lar ekan deb. Dunyoga bizga qilgan jinoyati bilan Xitoy o'zini tunishtiryapti. Biz buningga nihoyat nurg'un planlarni tuzishimiz kerak. Biz shuning uchun bir oliy kengash ochimiz deyapmiz, butun ziyolilarni yig'ib bir strategiya yig'in ochimiz. Buningda bir necha xil masalalarni o'tirib qo'yib biz yezib tayyor qilib qo'ydim. O'zingizga akeldim, o'zingizmi ko'rib chiqsiz bu planlarimizni. Biz bunu hammasini men bugun bu yerda deb tugamayman. Lekin bizning ash lagerda yetayotgan onalar, bolalar, ko'chada qolgan bolalarni qutuldirmay men hech uxlamayman. Mening xalqim hech uxlamaydi. Butun dunyodagi Uyg'urning o'yg'onganidan sirt, butun dunyo Uyg'ur uchun o'yg'ondi hozir. Shunga men yaqinga kelgusda mening xalqim ozod bo'ladi. Mening xalqim ash lagerdan chiqadi. Muşunu biz kılalaymayız. Meyli sürgün hükümet olsun, meyli Dünya Uyghur Kurultayı olsun, meyli Dünya Uyghur Kurultayı'nın ali organdaki bizim vekillerimiz olsun, meyli Şarkı Türkistan Müstakillik Teşkilatı olsun, meyli Mağarip, meyli olmalar olsun. 7 yaştan 70 yaşgacha biz bu hareket ötümüz. Bu tedbirlerimizni ekeldik yakında oturup koyumuz. Siz Muşu tedbirlerin işi de mesela vakit murasida cık to'xtalmayli. 3 muhim ishni deb belgilab bo'lamiz yoki demasangiz bo'ladi. 3 muhim zat. Qaysi 3 muhim ishni siz mushu aldık deyilib yoki birinchi muhim ish butun dunyodagi o'xshamagan qurilgan tashkilotlar birlikka kelib nima qilish planini birlikda tuzash kerak, ish taqsim qilib olish kerak. Hammasi siz bunga siz masajlash yapasan. Hammasi ma bugun basi ertasi shu yerga umi berib, mesela ma degan gapni umi deb
resimgili çıkıp koyup anda kısak halkını aldırsak biz halkını Xalqaradagi obro'yimizga ta'sir etadi. Birsimiz berib ma ishni qilsak, yana birsimiz uni ishlasak, maha bağa yani men ishlasam, bir-birimizga maslahat qilib, sen mani qil, men mani qil deb turib, biz bir dunyo bo'yicha maslashish etmasak. Bu birincisi. Bu birincisi. İkincisi, biz bütün dünyadaki barlık devletlerdeki hükümet, hakimiyetini Xitay hükümeti bilen hareketke keltirip yetmiş Uygur meselesini sohbetke ekersek olur. Bütün taşka İslam ministerlerini hareketke ekersek olur. Üçüncüsü, bütün muhbirlarını dünya boyunca bütün muhbirlarını kozgusak oldu. Bütün muhbir jurnalistlarını, tədqiqatçılarını, kişilik hukuk teşkilatlarını hareketke ekersek oldu. Özümüz doğruluk. Ama şunu hareketke ekiliş, şunun dördüncüsü bunun için pul tapsak oldu. Ama şu ne dediniz? Efendim hem neresi pul verip takşırken Pulni birinci o'rin qo'yamdik ya. Yo'q, birinchi o'rin qo'ymang, buni bizdan tepib ketma. Shu. Hamda siz masalan endi sizdan qisqaroq savolni so'ray hamda. Oldingi 13 yilda sizda eng o'kindirgan ish qaysi? Meni oldingi 13 yilda eng o'kindirgan ish mushu Uyg'ur xalqininki men meshaga chiqqandan keyin Uyg'ur xalqi mush qadar ahvolga kelib bütün dünyanın muş sükütte, muş halde tuğa vaxtıda dünyanın hareketke ekilenmey, muş sükütte turup kağallığı, del muş halkımın beşi gün düşke vaxtıda öz ara talaş tatış. Bop getip, ma hareketini mayakta kap koyup, öz işimizden tutuşup ketkenligimiz meni en intayın epsilendirdiğen, özem fakat kabul kılamaydığı bir iş var, andan kağa işlerine mi yapar? Gunoh tuyg'usini his qilamsiz? Tuyg'usi his qilaman. Yana bir savol. Albatta, o'kindirgan ish bo'lgan chiqim qo'shiladigan ish bo'lishi kerak. Yani 13 yil sizni eng xo'shal qilgan ish qaysi? Bütün dünya qandaqlı bo'lmasa, men qo'shildigan ish bo'g'ini yo'q. Men tek xo'sh olmadim, xalqim qutuldi. Savolni xato so'ragan o'xshamadi. Xato so'radingiz, xo'shal qildigan ish yo'q, lekin biroz razı bo'lganim, bütün dünya Uyg'ur degan bir millatning har qandaq faoliyati bor. Mayli urush maydonida bo'lsin, Uyg'ur degan gap har bir millatning, har bir xalqning og'zida bilinib bo'lganligi. Buning uchun xalqni buni şehit bo'lgan shehitlarning qini bilan, xalqimning jini bilan mush badalni to'lab bizni dunyoga tunutganligi. Bu meningki biraz mush shehitlarimga rahmat. Badal to'lagan turmida yetayotganlar rahmat. Mushu shuni söyleyeyim. Biz de hech narsa qilolmadik desak mı bo'ladi? Siz Uyg'urlarning onasi va lider bo'lish sifatingiz bilan 13 yillik sizningki raislik va liderlik tajribangizni elib o'tgan vaqtda Uyg'urlarningki psixikasi to'g'risida nimalarni his qildingiz va qanday yakun keldingiz? Uyg'ur xalqi biz özümüzni eyiplayapmiz. Biz çakını millet, birleşemeyidigan millet, süpersizleşip kettik, ak bo'lib ketdik deyapmiz. Bu gapni gayri üzerime qaqshab qo'yman, lekin men unda qolmayman. Uyg'ur xalqidek mushu zulm, qat zulm ichida özünü saqlab qolgan bir millet, biz tatgan kunni boshqa bir millet olsa, Allah kaçan men mevzunu ko'rdingiz, yana bir zuni ko'rdingiz. Tugab ketadi. Uyg'ur xalqi yana o'zining kimligini, vatanini qutuldirish uchun kurashib qotadi. Shu bu xalq yo'qolmaydiganlik bir botir psixikasi bor bir xalq, u chechilangiliqlar deganning bizning shu davrda Xitoyning qo'lida qolganligimiz uchun bo'layotgan ish, xalqimning ya'ni qinida, asosida bir botirlik, o'zini qutqizadigan bir aql, shijoat bor deb qarayman. Buni qalbim tugadi. Mening gapim yamanchiq gap qilib ketdim, yerib ketdim. Oxirda bir savolim, kechirsiz, oxirda bir savolim. Siz bugun nurg'unlagan bir ishki bir nuqtalarga kirdik degan, burun bilinmagan, burun siz deb batmagan nuqtalarga kirdik. Uning ustiga Uyg'urlarningki hozirgi eng qorong'u vaqtida Uyg'urlarning taqdiriga intayin munosabatlik bir halqiliq nuqtalar to'g'risida to'xtaldik. Lekin ko'p qismini demedingiz. Unga men albatta men qabul qilaman sizningki o tanlashingizda, chunki birsi bu intayin bir sezgir masala. Kelgusida mush masala demoqchi bo'lsangiz, xuddi dunyoda o'tgan boshqa liderlarga o'xshash bir asli mezish o'yingiz bormi? Qaysi shaklda deysiz? Aslimini başlap bulduk. Sırıqacı işkimiz. Men oldu bilen vatanning ichidagi 68-66 yildan boshlab sırıqacı işkimizdan ki taki turmaga kirgan vaqtimizgacha bo'lgan oraliqdan bir boshlab yozibmiz. Uni hozir yozmaymiz, ikkinchisi yozamiz. Hozir yozdig'imiz men mush turmaga chiqqan kundan tortib hozirgacha bo'lgan aslimimizni so'zlayapman hozir. Aşını tayyorlayapman, bu aslimini yozaman. Biroq mening hayotim, insonlarning hayotidan halqib ketgan bir adam tasavvur qilib, "Ma ayol manda qildi" desa, bir odam shunda ishni qila olishi mumkinmi? deb
jiq adamlar ishonmaydigan hodisalar davomli tug'ilganimdan ta hozirgacha yuz berib kelayotgan bo'lg'achqa xalqqa men hayotimni depasam mubolag'a tuyuladi. Xalq buni hazm qilolmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, men mushuni yezib, tayyorlab sizdek adamning oldiga olsam tahrirsiz, men o'lgandan keyin e'lon qilsa deb qarayman, aslimamni yozaman. Lekin mushu 13 yil ichidagi mening bu aslimam yoki men yana 2 yil qo'shsam 15 yil bo'lishi mumkin. Bütün Avrupa'nı, bütün dünyanı Uygurlarning şu asrdagi bir liderining tatgan azap okubatları bilen Uygurlar için etpagan kurashları her bir g'arb xalqini, her bir Müslüman dünyasını yig'latib tashlaydi deb qarayman. Endi so'raydigan savollarim tugadi xonim. Biz ertaga dushanba kuni va seshanba kuni Kamberada, Avstraliyaninki 3 şəhərdən kildiğən Uyğur qeyrindaşlarımızdan kamerada zor köləmlik bir namoyish olib beryapmiz. Bu qitimlik namoyishga sizdan bizga beşimizdə bo'lib bizni yetaklab berishingizni arzu qilamiz. Xudoyim bizningki erta va o'yinki faoliyatlarimiz texnik qutuqliq bo'lsin. Sizga ko'p rahmat. Gerçi harg'anligingizga qaramay bergan eg'ir savollarga javob berdingiz. Agar men savol jarayonlarida adabsizlik qilgan bo'lsam, ko'nglingizga keladigan gaplarni qilgan bo'lsam, mushu jamoat oldida apu so'rayman. Albatta bizda gap kelgan vaqtda otangdan qaytma degan gap, albatta onangdan qaytma degan gap. Men bayatdan hayajonlanib ketib qaram. Ba'zan qarindoshlarımga, sabdoshlarımga til takkizib qo'ydim. Bu nima? Bundaq oyada uttu chiqib ketib qolgan o'qimayman so'zlar birikdimi? Yil o'qisam oyadan uttu chiqib ketibdi bu gap endi. U yerda yana bir muncha ziddiyatni paydo qilib oldimmi, uni o'qimayman. Endi bu xalqaroliq g'avat bo'lib ketmasin hozir. Meningki sizning savollaringizga javob berdim. Men bundaq uttu ketmaydi deb bundaq javob berib keyin chiqirdi o'xshatdi harlarda so'zlabdimi? Hayır, ben Apple sorayım, bazen gaplarım qattiq ketib qolgan bo'lsa. Lekin oxir dedim, mening 13 yillik, 15 yillik narsam yozilgandan keyin dunyo yig'lab ketdi. Dunyo ham yig'lab ketdi, ham Uyg'ur xalqidan faxrlanib ketdi, ham buningdan ular bir kuch oladi. Biz mushundaq sharoit ostidagi bir millatning bir lideri bo'lishning qandoq ekanligini boshqa liderlar selishtirib dunyoga yangi bir falsafa chiqadi deb qarayman. Shunda bu vaqtda bu sizning bir ibratli bir kitob bo'ldi. Ibratli. Shuningdek, kelgusi Uyg'urlar yetishib chiqadigan liderlar uchun bir darslik bo'ldi. Bu liderlardan nimani kutasiz? Men o liderlardan nimani kutatdim? Men shu liderlar chiqib bo'lishdan burun vatanim ozod bo'lib ketdi. Men ash vatanga berib boraman, vatandagi yangi prezidentim uchun xizmat qilaman deb o'ylayman. Rahmat. Allah maqsadingizga yetkazsin. Sizga ko'p rahmat. Unda biz bugungi suhbatimiz oxirlashdi. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Yerib mi ketdim?